Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. Hurmatli obunachilarimiz, mana bugun Farg'onadan Ahrorbek ukamiz tashrif buyurdi mana. Instrument olishga mana kod 600 degan joylaridan. Hormaydi Ahrorbek. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Salomatligingiz? Yaxshi, rahmat. Xonadonlar, uydagilar, Xudoga shukr. ijodlari bilan charchamayapsizmi? Rahmat bo'lyapti. Ta'kidlab o'taman, Ahrorbek konservatoriya 3-kurs talabasi konservatoriyadan tahsil olasa, akademik vokal bo'yicha kim ustozingiz? Miyassar Razzoqova. Miyassar Razzoqova. Akademik vokal. Bitta eshitamizmi? Bunga raspevka qilaman. Raspevka. Men raspevka qo'ydim-ku men. Solish qanaqa kuylardan bir eshitamiz sizdan bir. Yoki chalib berasizmi yoki? O'zimizni bir qator akademik vokaldan nimadan imtihon topshirgansiz o'shandan bir xiryoya qilib bering bo'ldi. Keyin o'tib ketamiz, keyin ochamiz buni. O'zimizni milliy operamizdan Maysaranshidan. Mayli, bitta eshitaylik. Hoji Darg'a aytib beraman ariyasi. Qani eshitamiz. Eshitamiz. Vasiqasi bor endi, oyxon menga yor endi. Maysara xonosh damlab, shu tun menga zor endi, shu tun menga zor endi. Oling mulla do'st kalitini, kavlab ko'ring hamyonni, hemmer yo'q hamyonda, olmay qo'ying janonni. Mazza qildik. Ahrorbek ijodlariga, ovozlariga ko'z tegmasin. Alloh taolo umringizga, rizqingizga baraka bersin. Xudo xolasa o'qishlaringizda bundan ham muvaffaqiyatlar tilaymiz. Kelajakda yurtimiz, elimiz uchun manfaatli, yaxshi inson bo'lib, sog'liqli inson bo'lib yetishishga tilakdoshmiz. Xudo xolasa ulkan zafarlar tilaymiz. San'atda ham o'ylagan niyatlaringizga yetib yuring. Inshaalloh. Inshaalloh yetamiz. Xudo xolasa bunaqa klavishlardan zo'rlarni ya bundan ham yaxshilarni chalib nasib qilsin. Alloh taolo umringizga, sizga baraka bersin. Rahmat. Endi shu san'at shunaqada, muxlislar so'rashadi, bir kuplet eshitdik Abdug'ofur aka, nuqul o'zingiz chiqarasizmi deyishadi. Men shuning uchun o'zim chiqmayapman, sizni olyapman. Faqat sizni ovozingizni mana xalq muxlislar ko'rishadi, eshitishadi, bahramand bo'lishadi va chalamiz ham, keyin yana bir san'atimizni yana xalq bilan ulashib, muxlislar bilan ulashib davom ettiramiz. Aziz muxlislarimiz, bizdan kuzatishni davom etinglar. Buni ochamiz. Ochgandan keyin buni programma qilamiz va to'g'rimi nima qilamiz? Programma qilib jo'natamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Aholi ishlab turasiz. Ochamiz. Radioni ham ochamiz. Kanallarimizni kuzatib turasizmi? Yaxshi. Qani ochingchi. Oching. Ana. Ochamiz mana. Ahrorbek, muborak bo'lsin. Rahmat. Ukam mana. Muborak bo'lsin klavishlar. Rahmat, sog' bo'ling. Bu Farg'onaga ketadi, Ahrorbekka ketadi. Konservatoriya o'quvchisi, 3-kurs talabasi, akademik vokal mutaxassislik bo'yicha, to'g'rimi? Tahsil olgan ekanlar mana, ijodiy barkamollik, ulkan zafarlar tilaymiz. Ukajonim, salomat bo'ling. Yaxshi kunlar ishlatib. Bizlarni kuzatishda faqat davom etinglar muxlislarimiz. Faqat yana bo'ladi-da, faqat davom etamiz va Xudo xolasa chiroyli programmalar sizlarga, muxlislarimizga, Ahrorbekka taqdim etamiz. Buyursin ukam, salomat bo'ling. Salomat bo'lishga majbursiz. Rahmat. Bizdan kuchingiz davom etinglar. Programmani davom ettiramiz. Chiroyli qilib qilamiz-a? Xudo xolasa inshaalloh.